Diqqat qiling, tezkor va shoshilinch xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 4-noyabrdan 7-noyabr kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qiladi. Ushbu kunlari respublikamizning barcha viloyatlarida haroratlar biroz o'zgarib turadi. 4-noyabr kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 5-7-noyabr kunlari esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 5-noyabr kunlari ayrim joylarda tuman tushishi kuzatiladi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 4-noyabr kuni 3-8 daraja iliq, 5-7-noyabr kunlari esa 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. Kunduz kunlari esa bu holat 4-6-noyabr kunlari 8-13 darajani, 7-noyabr kuni esa 10-15 darajani tashkil etadi. Ushbu kunlari respublikamizning tog' oldi va tog'li hududlarida ham havo biroz bulutli. 4-5-noyabr kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, yomg'ir qorga aylanishi mumkin. 6-7-noyabr kunlari esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Ayrim joylarda tuman tushishi kuzatiladi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar 4-noyabr kuni kechasi va kunduzi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. 5-6-noyabr kunlari kechalari 5-10 daraja sovuq, kunduz kunlari 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. 7-noyabrga kelib kechalari 3-8 daraja sovuq, kunduz kunlari 0-5 daraja iliq bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.